Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men Zarina Alimova kechirman. Bugun sizlar bilan 1 soatlik logopedik mashg'ulot, nutq o'stirish mashg'ulotini ko'rib chiqamiz. Hozir birinchi bo'lib artikulatsiya mashqlar, tilvalab mashqlarini qilib olamiz. Boshladik. Ana bittasini olamiz. Bittasini olamiz. Tishlarni tozalaymiz. Boshladik. Ana 1 2 1 2 3 Qani menga qaradik. 1 menga qaradik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Молодец. Keyingisini olamiz. Ochiq qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Barakalla. Keyingisi qurbaqa qanaqa edi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Barakalla. Keyingisi bo'yoqchi. Bo'yimiz tepani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyingisi konfetka. Tak tilimiz tishlaymiz uchini. Tak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Solamiz. Barakalla. Soatcha tilimiz o'ngga chapga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Qani puflaymiz. Voy, молодец. Pufladik. Barakalla. Молодец. Barakalla. Puflaymiz. Молодец. Barakalla. Uzunasiga bosib. Bu yerdan. Hamaziyo bilan endi neyrogimnastika. Xo'p, qani qilamiz barmog'imizda. Barakalla. Ikkita miyamshali holatini rivojlantiramiz. Ikkita barmog'i bilan uni qilib yurg'izib chiqamiz. Keyin ikkinchi variantimiz bunaqamiz ham bor. Qani endi buni birga qilamizmi, o'zing qilasan? Ikki birga qilamiz. Buni aylantiramiz. Yurg'izamiz. Ana, молодец. Ayiqcha endi daraxt. O'zing qilasan daraxt. Videoga va qo'yishim kerak. Qahqirdim. Rasm. Yana bitta qilib berasanmi? Yana? Yana bitta qilib ber. Ikkita miyamshali holatini rivojlantiramiz. Neyrogimnastika. Buni ham qildik. Молодец. Endi sen bilan yangi mavzu o'tamiz. Bugungi sen bilan to'g'ri. Bugungi sen bilan o'tadigan mavzumiz o'tirib ol, chiroyli bo'lib o'tir, Bilama. Xo'p, bugungi o'tadigan mavzuyimiz sen bilan katta va kichkina, ko'p, ya'ni oz va ko'p mavzularini o'tamiz. Nutq o'stirish mavzuyimizdan. Xo'sh, demak, qara. Bu mavzuga tegishli. Xo'sh, qani daraxtlar ichidan eng kattasi qaysi? Eng kattasi. Молодец. Eng kichkinasi bu o'rtanchasi. Endi menga Muhammadiyo shu qushlarning ichidan eng kichkinasini topib ber. Eng kichkina qushlar qani? Eng kichkina qush. Eng katta qush qani? Молодец. Bu o'rtancha qush ekan. Endi eng katta shar topib ber. Qani katta shar? Eng kattasi.
Eng kichkina shar qani? Eng kichkinasi. O'rtancha shar. Barakalla. Bunaqa katta, eng kattasi, kichkina va o'rtanchasi bo'yicha ishlaymiz. Молодец. Keyingisini hozir gaplashamiz. Xo'sh, endi qani menga eng katta ayiq topib berchi. Qani eng katta ayiq? Barakalla. Молодец. Bugungi mavzuyimiz oz va ko'p tushunchasi, katta kichkina tushunchasi bo'yicha gaplashamiz. Nutq o'stirish mashg'ulotlarimizdan. Qani endi eng katta stol topamiz. Qani eng katta ayiqimizga eng katta stol topamiz. Stul. Eng katta stul. Qani? Молодец. Eng kichkina ayiqchamizni topaylikchi. Qani eng kichkina ayiqchamiz? Bundan oldin bilan gaplashdik. Va eng kichkina stulimizni topamiz. Qani? Barakalla. Eng kichkina stulimiz shu. Qani endi o'rtancha ayiqchani topamiz. Qani o'rtancha ayiqcha? Ana barakalla. Xo'sh, endi qani savatga katta kichkina olmaxonlarni solishimiz kerak ekan. Olmaxonni nima? Olmaxonga meva terishda yordam berishimiz kerak ekan. Qani eng katta mevalarni qarab chiqaylikchi. Mana. Yana kattalari bormi? Kelsangiz endi. 3, 4, 5. 5 ta ekan, eng kattasi. Endi eng kichkinasini sanaymiz. 3, 4, 5, 6. Молодец. 6 ta ekan, barakalla. Katta mevalarni qaysi savatga qo'yamiz? Mana. Savatga, qaysi savatga qo'yamiz? Bungami, bungami? Buni qayerga qo'yamiz? Bungami, bungami? Bunga. Молодец. Hop. Endi eng katta qurbaqani topamiz. Qani eng katta qurbaqa? Mana. Qurbaqa eng kattasi, katta qurbaqa qani? Ana. Endi qurbaqani uyini topamiz. Eng katta uy qani? Qurbaqani uyi eng kattasi. Qani eng kattasi? Mana. Yo'q, uyini topamiz. Qara endi uyida eng kattasi qani? Ana barakalla. Endi eng kichkina qurbaqani topamiz. Qani eng kichkina qurbaqa? Hozir buni oldin, undan keyin buni qilamiz. Mamnunlarni qildik, shular bilan shug'ullandik. Keyin oz va ko'p tushunchasi bo'yicha gaplashamiz. Ot yurdi. Ot yurdi. Ot yo'q, endi uxladi. Ot uxladi. Pish pish qanaqa qilaydi? Pish. Endi ot turdi. Ot turdi. Ot yedi. Nyam nyam nyam. Ot yedi. Nyam nyam nyam. Молодец. Besh tasha.